Salom do'stlar. Sizlar bilan yana Esonboyev PUBG. Xo'p do'stlar, hozir biz 135 balans tushirdik. Bitta promodan. Hozir shu 135 balansni ko'tarishga harakat qilamiz. Sizlar vash aktiv tushib ketdi-yu. Sizlar umuman yozmayapsizlar-da. Aktiv tushirib yubordim o'zim to'g'ri. 97 chotki uni olib qo'yamiz. Bildiribdan ketdim, adashib ketdim. Chotki 97 tushdi. Lekin u oldin 100 edi adashmasam. 8 bo'lib qoldi bilpas. 18 bo'lgan. Xullas. Rachida. Hozir biz kanalga sochamiz endi. Osh. Давайте podkoliydan tortib beraylik. Qani bu podkolik? Yo Mike Wazowski oching. Давайте, ну, umuman hozirchalik biz ancha-muncha plyusdamiz. Nima bu? Tartibli narsalar qilib qo'yibdi bunday. Qaranglar. Mana shundan boshqa quruqcha. Pasmikin deyapman. Bu normal. Chotki plyus olib kiryapti cho'tta bu biz. O'tganida 34 edi. Normalmi? Cho'tta hozir telefon qizib ketganiga bildirib qotyapti shekilli. Menimcha. Telefon qizib ketganda yozganlar. Hop, 143 33. Hop, endi qanaqaki sochamiz. Da mana keysdan ochib beraylik. Keyin sizlar aytgan keyslar ham bor aytganicha. Sizlar aytgan keysni ochishga harakat qilaman, iloji boricha. Balansim yetsa ochaman. Nimagadir men bitta savol qiyin. Именно shu keysni любой tasvirdan o'sha plyus beramkin bu. Uy. Shuncha chotki omad kelyapti-yu, jigarlar. Olib qo'yamizda. Endi sizlar aytgan keyslarni qidirib ko'ramiz. Jigarlar, so'kib yozmanglar. Bu prosta aktiv uchun shuna deb yozib qo'yaman. Lekin hozir omad keldi. O'shancha ham omadli bo'ldi deb yozaman. Lekin bitta ikkita negativlar yozyapti. Omad qayda omad yo'q-u deb yozyapti. Xo'sh. Shuna so'kib yozyapti. Sakura degan keysdan davay debdi. PUBG dan Minecraft 2 tali debdi. Bo'ldi. Hop, Sakuradan bitta ochamiz. Keyin PUBG Minecraftdan 2 tali ochamiz. No, hozir biz ancha-muncha plyusdamiz biz jigarlar. Prosta bomba open case bo'lyapti. Shu 19 talidan hech omad kelmadi. O'zidan balandroq narsa ushlamadim deydi. Berib qoldik akras. Endi men o'ylashim bo'yicha bu Sakura hech bir plyus beradigan keysga o'xshamaydi. Berib qolishi ham mumkin. Bundan bir marta yo'q, bu emas. Adashmasam qaysini ushladim? Shu yoki bu mashiklardan bittasini ushlayman. O'zidan balandroq berganini aytsa-yu. O't. Oy, minus ekan. Nормально minus. Voy. Ko'rdingmi, jigarlar 8 tushibdi. Hop, endi PUBG'ga o'tib olamiz.
bitta ikkitali ochib ko'ramiz. Ya'ni minus berishi 90%. To'g'ri, 99%. Siz uchun ochaman. Sizlar aytganki, sizlarni ochsam ochganimni ko'rsanglar, rahmat deb yozib qoldiringlar jigarlar. Meni ham bunday qiynab tashlavermanglar. Men ham sal ko'tarilay. Yozinglar, xursand bo'laman. Sizlar yozsanglar men xursand bo'laman. 41 nechtaga ochirdim? 48 taga. Nima bo'laveradi? Endi qarang, keyin ochamiz. Faqat shu ikkalasi yozilgan xolosda jigarlar. Stenofdan qaysi keysni ochsa bo'ladi? Cho'ta telefon qizib ketgan. O'shaning uchun bildirib qotyapti deyman. Telefon qizib ketgani uchun o'sha telefon ham internet ham hamma yo'q. Birdaniga nima qiladi? Qizib ketdi. Voy. Shu turganini ko'rdinglar, mana u imkoni. 3 ham berasan. 18 ekan. Lekin men 19 dan yoshim, men bitta ochib qo'yaman. Ya, o'ch. Nima bu ovoz g'alati yo'g'on chiqyapti. 350 deydi ekan. Ya oxirgisi jigarlar. Minus bergan keys qolib ketmasa kerak, baribir. 18. Qaysi keysga kirib ketdim? Kirib boshqa keysga o'taydi. Shu keys juda yomon ko'raman jigarlar. Oy. Bu ya 13. Shu. Ya bitta ochib ko'ramiz bo'pti. Juda yomon ko'raman. Qarab turib, nimaga yomon ko'rishimni bilasizlar. Aytdim, ko'rasizlar. Ko'rasizlarmi? Sababini bilinglar. Prosta bilib qo'yinglar sababini. O'zinglar uchun. Menga umuman kerak emas bu keys. Bilganini aytganim. Qaysi keyslardan tushirishyapti bular? Mana suvdan bitta ochib ko'raylik, ya'ni. Yangi chanellar qo'shilibdi. To'g'ri. 1 bitta propusk. 9 yaxshi. Endi bitta ikkitali yuqori harfga o'tkazib turib ochamiz, qani. Bizga qancha minus berar ekan? Endi qaranglar, kichik harfda hech bir ochib ko'rmadim. Kichik harfda bittalik bitta ochib ko'ramiz. Necha bor bunda? Necha bu? 1. Bitta propusk ochib ko'ramiz. 3. Endi bitta 10 tali ochib ko'raymikin. Davayte risk qilamiz jigarlar. Ochib ko'raychi, men hech bir 10 tali ochmay qo'ydim anchadan beri. 37. 3 minus berdi, xolos bo'laveradi. 47 balansimiz qoldi endi. Yana bitta ikkitali propusk. 7, yana bitta propusk. O, 20 yaxshi. Endi chiqamiz. Endi jigarlar qaranglar. PUBG'ga o'tamizda Tanjiro'mi, Makimami, xullas o'shalardan bittasini tanlaymiz. Jigarlar keyin bitta narsa qiynayapti-da, men shu savol. Buni bilmasang nima keragi bor, videolar bu demanglar. Stream qanday qiladi? Kulinglar endi. Kulinglar, rosa kulinglar. O'zim ham hozir kulyapman. Sizlarga bildirmayapman.
realida stream qanday qiladi men bilmayman. Stream qilishni, stream qilishni bilganimda hozir stream qilib o'tirgan bo'lardim. Video ham gapirib 10 minutli bo'lib qolibdi. Hozir biz Tanjiro ochib ko'rsammikin yokida xo'sh, qani ukaysizlar? Tepada qolib ketdim. Men endi keldim. Tanjiro yoki Makima. Davay. To'rlasidan bittasi. Adrenalin kartoshka. Kim boradi urushga? Urush tamom bo'lganda qaytib kelmas kartoshka. Makimaga to'g'ri kel. Makima davay. Ya minus beradi 100%. Chunki 3 ta nima deydi? Baland narsalar turibdi-da. O't. Oy, o'tganidami normal edi-da. 196. 28. Endi 29 balansimiz qoldi. Bir pas ikkita g'ildirak o'ynab ko'raylik. 9 tikamiz. Yeboy. Chixga tikaylikchi, blyot. Chivo. Mana uni qaraylar. Ki ya 50x tushmasa bo'lmaydi. Tushga tushadi. Ya xudo. Bitta poyz ochib beraylik-chi. Free Fire ochishim kelyapti. Ochmayman bu. O'zim tiyapman-da, chunki Free Fire minus beraveradi-da, ko'p minus beradi. PUBG ham xullas kerakchi bildirib minus только aytdimi? Necha bu quloq? 20. Endi g'ildirakka kiramiz. 5 tikamiz. 5x ga tikaylikmi? Davay 3x. Ulgurmadim. Voy. 3x tushadi. Ko'rdinglarmi deganlar? Bu men taktikamda. Olasizlar sinab ko'ringlar. Ham bitta 3 ketgan. Voy 50x ga 50 ta tikyordi. Hech qachon tushmaydigan bekardan shans o'ta past narsaga 50 ta balans jalka 25 ta tikyo. Bratanlar, shans o'ta past 50x. Tushunmayapsizlar? Men ko'ryapsizlar jigarlar. Men taktikam o'xshayapti jigarlar. Taktika kerak galaktika. Voy 5x ga tikmoqchi edim. Adashdim. Realni jigarlar adashdim. Sal-pal gripga o'xshab qolganman. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Ovoz g'alati eshitilayotgandir. Ya, bo'pti 2x tushdi. Endi qaranglar jigarlar. Video ham 14 minutli bo'lib qolibdi. Cho'zmaylikda. Necha balans? 15 u 45 tikamiz. Nechaga? Davay 2 tikamiz. Keyin bitta 10 tikamizda, keyin tugatamiz. 5 tushma. Davay chotki. 39 talik yedan bitta ochib ko'rsammikin? Shimani o'zi chiqdi ye. Davay ketdi. Zaram uzoq kutib qolmayman dedim-da. Oxirida chotki 65. 66 balansimiz bor. Qaysiga ochaylik?
Yerdan bitta ochib ko'ray. Yerdan bitta davay. PUBG'da umuman ochmay qo'ydim. To'da. To'dagani 110 edi. Mayli endi 59 talik keysdan ochamiz endi. Ana 59 talik endi Tanjiro'dan bitta ochamiz. Hali Makima ochdik, minus berdi. Endi Tanjiro bitta plus berish kerak. Bermasa baribir video tugadi. Chunki tezroq tugatish kerak. Sizlarga ham vaqtinglar ko'p olmay dedim-da. Deganlar bo'lmasa kichkina keysdan ochib balans ko'tarishga harakat qilaman. Minus aytdimi 138 normalni. Nima tushdi o'zi? Mana tushdi. Chotki. O'tganida belak mana 366 edi. Buni olib qo'yamiz-da endi 317 ni tikamiz. 317 ni 50x ga tikamiz ketdi. Nima bo'lsa bo'lsin. Soxta manchar o'lsin. Öldüm gerçi. Video ham tugayapti. Voy. O'tib ketdi. O'zigalar mana bu qaranglar, omad просто bomba bekins bo'ldi. 138 2ga bu yoqda qancha? Sendofda 170. 300 balans chigarlar. Hammaga xayr. Mana bu yerda men Telegram kanalim bor, reklama qilib o'tib ketay. Kerak bo'lib qoladi jigarlar. Har kuni 99 talik promo kodlar tarqatib boraman. Qaranglar jigarlar. Poyistga kirasizlar. Hammasini kattada qilasizlar. Esonboyev PUBG qilasizlar men. Chiqib keladi. Xohlasanglarmi? Hamda qilib turib kichikcha hammasi kichkinada Oyatullo 002 qilasizlar. Unda ham kelaveradi garaj. Mana promo kodlar просто bomba promo kodlar tarqatilyapti deganlar. 74 talik 49 taliklardan tashlaganman, mana olganlar ham bor. Har xil o'yinlar o'tkazib turamiz. O'tib obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin deganlar. 2 balans to'ldirishni eslatib qo'yay sizlarga. Qaranglar. Balans to'ldirishga kirasizlar. Bu yerda har xil Visa, Uzcard, Humo 2ga nima deydi, o'zi karta beradi, o'shanga ham asosiylar bo'ladi. Steam skilllar, kriptovalyuta, har xil nimalardan asosiylar bo'ladi. Mana masalan, kirasizlar. Kirdinglar, kirib bu yerga masalan shunday ko'p demaylik, biz o'zimiz jaydarcha aytaylik. 50 ming so'm to'ldirmoqchisizlar. 333 pul coin beryapti. Aslan Freezy promo kodidan foydalansanglar yoki bo'lmasa Sever promo kodidan foydalansanglar sizlarga 20% balansinglarga qo'shib beradi. Ko'ryapsizlar jigarlar. Yana bitta promo kodam bor. Nerox 20 qilsanglar, unda ham 20% bonus qo'shib beradi. Ham bu yerda har xil o'yinlar ham bor-da jigarlar. Ko'ryapsizlar. Masalan, Free Fire'ga almas chiqarsanglar bo'ladi. Free Fire'ga almas, standoffga xohlasanglar G chiqarasizlar, xohlasanglar skin chiqarasizlar. PUBG'ga UC, Robloxga nima bilmayman, Robloxga nima chiqaradi haqiqatda ko'rib chiqamiz. Chiqarib olish o'rnidan Robloxga ham mana shunaqa chiqariladi. 65 qilaylik-chi. Bunga tanga chiqariladi. Keys skilllar chiqarsanglar bo'ladi. Xullas kerak shunaqa gaplar chiqarlar. Obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Sizlar bilan Esonboyev PUBG bu kanalda anaqa qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingizdan chiqmasin. Har doim birinchi video qo'yilishiga sizlarga keladi. Sog' bo'lasizlar.